Senden başka mal var mı burada? Başka! Nima? Nesime aytishim kerak? Bu nima bu? Mashina? Katta qo'layni mashinasimi? Buni joyi shu yerdami? Ming marta aytdim. Buni olib qo'ydim. Voy, men olib qo'yishim kerakmi? Men o'zi bu yerda nimaman men? Xizmatkormanmi? Uy ishlarini qilishim kerakmi? Ovqat pishirishim kerakmi? Bolalarga qarashim kerakmi? O'nta qo'lman meni. Lalaku! Nima? Aman! Voy, Lapi. Gel. Hozir. Assalomu alaykum dadajoningiz, yaxshi. Aman! Lapi. Sen mal mısın? Otajonisi, siz nima desangiz men shuman. Nima? Mashina? Hey! Mashina? Nimaga bu yerda turibdi? Necha marta aytdim senga? Bu yerda turmasin deb, buni joyishma! Otajonisi, davleningiz oshadi, siqilmang. Hozir ishlarimni qilib hozirgina olib qo'ymoqchi edim, siz kelib qoldingiz. Ishlar bilan ovora bo'lib qoldim. Siqilmang otajonisi. Qo'ying, asalim. Qo'yman! Ay bir odamga o'xshab maza qilib jajal qilishga qo'yasanmi yo'qmi? Odamlarni yeriga qara! O'zing rosa qilib janjal qiladi, uradi, ag'daradi, so'kadi. Mahalla raisi milisa o'rinbek sudga mazza qilib yashaydi. Manchiman. Mana hayotim zerikarli. Ish, uy, haligi Otajonisi, qo'ying. Bir qara terlab ketdingiz, qo'ying. Xo'p, siz nima desangiz, mayli, urish. Hay! Qorningiz ochmadimi, adasi? Yuring, qorningiz ochgan bo'lsa, ovqatda yonib qo'yibmi, otajonisi? Buni qara. Hay! Mana janjal qilolmasang. Shu ham hayot bo'ldi-yu. Otajonisi.